Bizga ko'p shu urologik muammolar bilan shikoyat qilib kelishadi. Ya'ni o'rta yoshli bemorlarda, ya'ni 30-35 yoshdagi yosh bemorlarda ham jinsiy faoliyatni susayishiga shikoyat qilib kelishadi. Asosiy etiologik, ya'ni keltirib chiqaruvchi omillar bu jismoniy mashqni, ya'ni kam harakatlik birinchi sababi, ikkinchi sababi bo'lsa stress, ya'ni doimiy ravishda bemorlarni shu tashqi muhit omili, ya'ni tashqi bosimlar deymizmi, shu stress omillari ham asosiy jinsiy faoliyatni susayishiga olib keluvchi sabablardan biri hisoblanadi. Oldini olish uchun albatta birinchi o'rinda shu diagnostik tekshiruvlardan o'tish shart. Qolgan omillarni ta'sirini albatta diagnostik muolajalardan so'ng aniqlangandan so'ng bemorga davolash chora-tadbirlari ko'riladi. Bizning klinikamizda ushbu kasallikni diagnostikasi, tashxislash va davolash chora-tadbirlari har bir bemorda individual tarzda amalga oshiriladi va bemorlar bilan alohida shifokorlarimiz shug'ullanishadi.